Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi o'tiladigan mavzumiz Makedoniyalik Aleksanderning baxtli va sug'urtli yurishlari deb nomlanadi. Uning birinchi qismi quyidagi rejalardan iborat. Ya'ni reja bo'yicha biz o'sha davrga oid yozma manbalarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi Makedoniyalik Aleksanderning Fors davlatiga yurishi masalalarini ko'rib chiqamiz. Uchinchisi Aleksanderning O'rta Osiyoga yurishining boshlanishi masalalarini ko'rib chiqamiz. Bizga ma'lumki, o'sha Aleksander davri tarixi Yunon antik davr mualliflari tomonidan juda yaxshi yoritilgan. Sababi bu davr tarixchilarning aksariyat qismi bevosita Aleksander Makedonskiy bilan birga hududlarga borgan va hududlarni o'rgangan, o'sha hududlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan. Hatto ayrimlari Aleksander Makedonskiy safida qo'mondonlik, harbiylik vazifalarini ham bajargan. Endi bu ma'lumotlarning aksariyat qismi bizga Yunon tilidan keyin albatta rus tiliga tarjima qilingan ko'p qismi. Endi yaqin kunlarda O'zbekistonda o'sha Aleksander yurishlari degan katta hajmdagi kitob nashr qilindi va bu kitobda o'sha Aleksander davriga oid ma'lumotlarning katta qismi joylashgan. Bu kitob bilan ham tanishib chiqsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana Aryanning, demak, Aleksander yurishlari kitobi bu Yunon tilidan tarjima qilingan. Sergeyenko tomonidan 62-yilda chiqqan Klint Kursyurovning Aleksander Makedonskiy tarixi kitobi, ya'ni saqlangan kitob deyiladi. Tarjima va izohlarni Sokolova tayyorlagan. Uchinchisi Ksenofondning Anabasis kitobi, tarjima va izohlarni Genkel bergan. Demak, bu kitob ham o'sha 2003-yilda Moskvada nashr qilingan. Yuqoridagi kitoblar hammasi Moskvada nashr qilingan. Staroboning Geografiya va 17 kniga degan kitobi bor. Bu kitob ham demak Moskvada Stratanovskiy tomonidan tayyorlangan, tarjima asosida qilingan va oxirgisi Simasyanning tarixiy xotiralar, tarixiy qaydlar kitobi, u ham Moskvada 2003-yilda nashr qilingan. Biz boya aytib o'tdik, o'zbekcha bu kitobning bu Aleksander Makedon davri tarixining o'zbekcha materiallari ham mavjud. Qolaversa, Boynazarovning antik davr tarixi kitobida ham o'sha Aleksander Makedon yurishi haqida batafsil ma'lumotlar uchraydi. Bundan ham foydalansalar bo'ladi. Endi yozma manbalardagi ma'lumotlar nimalar haqida xabar beradi degan savol tug'iladi. Sababi Aleksander Makedonskiyning hayoti, faoliyati, uning taxtga kelishi, otasi bilan bo'lgan munosabatlari, Filipning vafot etishi, Aleksanderning hokimiyat tepasiga kelib davlat boshqaruvini qo'lga olishi va bevosita sharqqa qarab yurishi masalalari ko'rib chiqildi. Endi nima uchun Aleksander Makedonskiy g'arbga emas sharqqa qarab yurish qildi degan savol tug'ilishi tabiiy. Sababi sharq bilan doim ham Yunonlarning, ya'ni ayniqsa forslar bilan Yunonlarning munosabatlari keskin bo'lgan. Shu bois ham Yunonlar forslarni mahv etish, ularni bartaraf etish chorasini ko'rishga harakat qilishgan va shu orqali ular Hindiston orqali esa Turonga chiqish yo'llarini ham izlashgan. Bu davrda Hindistonning boyliklari va Turonning o'sha o'ziga xos tabiati, chorvasi Yunonlarga ham ma'lum bo'lgan. Shuning uchun ham albatta har bitta urush, har bitta yurishning tagida iqtisodiy manfaatlar yotadi. Garchi harbiy harakatlar amalga oshirilsa-da, siyosiy liderlar tomonidan bu yo'lga qo'yilsa-da, iqtisodiy manfaatlar yotadi. Kitoblar esa aynan shular haqida ma'lumot beradi. Aryan kitobida ham, o'sha boshqa mualliflarning kitoblarida ham Aleksander yurishlarining tub maqsadlari ko'rsatib o'tilgan. Endi bevosita Aleksander Makedonskiy egallagan hududlar haqida keladigan bo'lsak, biz Aleksander Makedonskiyni garchi makedoniyalik degan desakda, Makedoniya hududi hozirgi Yunoniston va Makedoniya davlati o'rtasida ikkiga bo'lingan. Janubiy Makedoniya demak hozirgi Yunoniston, Gretsiya hududida, Shimoliy Makedoniya alohida davlat sifatida, Shimoliy Makedoniya respublikasi sifatida hozir bizga tarixda tarixiy nom bilan o'sha davlat saqlanib qolgan. Makedonskiy esa aynan shu hududdan yetib chiqqan sarkarda hisoblanadi. Endi ularning yurishi esa bevosita
hozir Kichik Osiyo hududi, O'rta Sharq, Yaqin Sharq, Misr hududi, demak va Turonning janubiy hududlarini o'ziga qamrab olgan juda katta hududlarda Aleksandr Makedonskiy o'z harbiy harakatlarini olib borgan. Ya'ni Ahmoniylar egallagan hududlarni deyarli qaytadan Aleksandr Makedonskiy egalladi desak ham xato bo'lmaydi. Va Aleksandr Makedonskiy yurishlarida o'ziga xos harbiy taktika qo'llanilgan. Bu betartib harbiy taktikadan ko'ra tartibli harbiy taktika, falangalar, demak kolonnalar o'sha paytda dastlabki harbiy harakatlar sifatida baholanadi. Umuman olganda Aleksandr Makedonskiy mana shu yurishlar orqali Amudaryo sarhadlariga yetib keladi va Suud, Baqtriya va Suud hududlariga yurishlarni rejalashtiradi. E'tiborlar uchun rahmat. Birinchi mavzumiz shundan iborat edi.